Salom barchaga. Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum. Omad Show televizionining ashaddiy muxlislari. Omonmisiz, bormisiz? Meni yurtim telekanalda siz kutgan, siz sevgan Omad Show televizionining yangi soni 330-ko'rsatuvni birgalikda boshlaymiz. Xizmatingizda Kamina Botirxon Imomxo'jayev qo'ldan kelgancha yurtdoshlarimizga ko'taring kayfiyat. Shu bilan birga bugun 3 nafar yurtdoshimizni xursand qilamiz. Xabaringlar bor, Omad Show televizijonida yurtdoshlarimiz ko'plab avtomobillar uchishmoqda. Rekord o'zgargan bitta yurtdoshimiz, Samarqandlik yurtdoshimizga 29 ta Damas nasib etdi hozirgi kungacha. Bugun balkim rekord o'zgarishi mumkin va umuman olganda rekordlarni o'zgartirib boramiz va yurtdoshlarimizga ko'plab avtomobillar ulashda davom etamiz. Azizlar, Omad Show televiziyoni faqat Meni yurtim telekanalida, boshqa ijtimoiy tarmoqdagi o'yinlar bizga tegishli emas. Telegram kanallarda kimdir iPhone telefon yutdi, to'lov qilib bering, karta raqamingizni bering, hammasi yolg'on. Firibgarlar unumli foydalanishyapti. O'zingizlar ehtiyot qilasizlar. Omad Showga tegishli kimning qanaqadir savoli bo'lsa, bemalol 69 kodi bilan 226 77 77 raqamga qo'ng'iroq qilib, bizni call centerimizga qo'ng'iroq qiling va barcha qiziqtirgan savollaringizga aniq va to'liq javob olishingiz mumkin. Omad Show televizijonida azizlar, bitta dona mahsulot xarid qilib ham o'yin ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Buning uchun LC Jesco mahsulotlarini xarid qilasiz, quti qadoq ustidagi stikerni o'chirasiz va elektron 00 qisqa raqamiga SMS jo'natasiz. Bo'ldi, boshqa yo'li yo'q. Qarindosh urug', tanish bilish, Omad Show televiziyoni 6 yildan beri efirda, hech qanaqa qarindoshchilik, yaqinlik yo'q. Kimga omad kulib boqsa, o'sha inson mana shu sahnada omadini sinaydi. Homiylar haqida ma'lumot e'lon qilamiz. Ko'rsatuv bosh homiysi LC savdo belgisi. O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan sifatli mahsulotlar LC savdo belgisidan, LC salqin choylari har xil ta'mda, LC va o'zimizniki savdo belgisidan 3tasi birda tez tayyorlanadigan qahvalar, LC savdo belgisidan qandolat mahsulotlari, shirinliklar, pechenyelar, shokoladlar, LC savdo belgisidan LC saqichlari, LC mojito va LC suxariklari. Jesco mahsulotlar bilan tanishtiramiz. Jesco mineral, gazlangan gazsiz, Jesco energiya ta'minli ichimliklarimiz bor. Jesco'dan mayda va yirik turdagi sharbatlar. Jesco'dan 50 gramdan 200 gramgacha bo'lgan har xil ta'mdagi vaflilarimiz bor va Jesco tez tayyorlanadigan lapshalari. Jesco va LC mahsulotlarining hammasida bittadan yoki ikkitadan stikerlarimiz bor. Xohlagan mahsulotni bemalol elektron 00 qisqa raqamiga SMS jo'natsangiz bo'ladi va barcha jo'natilgan SMSlar bitta bazaga kelib tushadi. Hech qanaqa muammo yo'q. Bor yo'g'i 3000, 4000, 5000 ga Jesco LC mahsulotlarini xarid qiling. Bola chaqa bilan mazza qilib yeb-ichib, qimmatbaho sovg'alarni qo'lga kiriting. Hammaga omad yor bo'lsin. Siz kutgan daqiqalar o'yin ishtirokchilarini taklif qilsak bo'ladi. Hamma tayyormi? Hamma tayyor bo'lsa, birinchi ishtirokchimizni sahnaga taklif qilamiz. To'lqin Latipov, Andijon Asaka. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanot. Ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Mana Andijondan kim keladi desam, siz keldingiz. Gapiring o'zingiz haqingizda. Andijon viloyati Asaka tumanidanman. 5 yildan beri muxlisman. Har haftada o'sha kerakli sharoitlarimga qarab, bularni spikerlarni o'chirib tashlayman. Rost ekanmi? Rost, albatta rost. Men pishanib kelganman. Mahalla bildimmi? Ha, mahallalar bo'ldi. Butun Andijon Asaka bildimmi? Bildim. Kasbingiz nima? Kasbim 80 va 73-yilda shofir bo'lganman, shundan beri shofirman. Uyda avtomobil bor. Uyda avtomobil bor. Nima? Hali Xitoyda almisoqdan qolgan Labo mashinasi bor. Bo'ldi. Bugun bilasizmi nechta Damas uchishingiz mumkin? Barabanda ko'ring. Barabanda 77 ta bor. Shunda bilmadim endi, nasib. Omad. Omad. Omad.
Keling. Azizlar, random dasturini ishga tushiramiz. Bu dastur orqali keyin ko'rsatuvga keladigan ishtirokchini birga aniqlaymiz. 5-may sanasidan 18-may sanasiga qadar yuborilgan SMSlar orasida hozir g'olibni aniqlaymiz. Marhamat, bosing. Mana, rahmat. Monitorga e'tiborimizni qaratamiz va ko'ramiz kim keladi bizga keyingi dasturimizga. Men g'olibimizni telefon raqamlarini e'lon qilaman. 95 kodi bilan 908 22 88 Qarseli. Tabriklaymiz. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kim bu? Botirxon Imonxo'jayev omad shouda. Assalomu alaykum. Qayerdasiz? Xorazm viloyati Hazaras. Xorazm, Hazaras. Juda ham yaxshi ismingiz. Sobirov Rustam. Sobirov Rustam. Telefon raqam kimniki? O'zimniki? SMS o'zingiz jo'natuvdingiz? Ha, o'zim javob oldim. Bo'ldi, o'yinda o'zingiz ishtirok etasiz. Rustam sizga omad kulib boqdi. Mana bu qarsaklar sizga. Tabriklaymiz. Rahmat. Nima hali ham ishonmayapsizmi? Ishonyapman. Ishonyapsizmi? Bo'ldi. Kasbingiz nima? O'qituvchiman. O'qituvchi, juda ham yaxshi. Rustam, siz bilan bizning xodimlar bog'lanishadi. Qaysi kuni, qaysi manzilga kelishni aytishadi. Tushunarlimi? Tushunarli. Mana bu qarsaklar sizga tabriklaymiz. Xorazm, Hazaras. Mayli. O'qituvchi ekanlar, qarang, omad kulib boqdi mana. Kimlar keldi siz bilan birga? Qani, tanishtiring. Ayolim, o'g'lim, kelinim, nabiralarim. Nechta farzandlarda? Farzandlar 11,5 ta. O'zingizda. 11,5 ta. Ha, nima? Kelinim va Yarimtasi kim? Ha. bo'lyapti. Shu yerda turib turing, men hozir shu yarimta nima bo'layotganini bilib kelaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Charchamasdan. Qanaqasiz? Xursandmisiz? Juda. Bildimi butun mahalladagilar kuydimi? Ha. Tamom bo'lgandir, ha? Shifoxonalar to'ldimi? To'lgandir. Ha, to'lsin, iloyim to'lsin. Battar bo'lsin. Ha? Ne gapiring? Necha yildan beri yashaysiz bu inson bilan? 45 yil bo'ldi. 45 yil ichida hali bunaqa omad kulib boqmadi. Omad boqqan. Nechta farzand onam? 4 ta farzand. 4 ta farzand. Nechta o'g'il, nechta qiz? 2 o'g'il, 2 qiz. 2 ta o'g'il, 2 ta qiz. Hammasi plan bo'yicha bo'lgan ekan. Nabiralar nechta? Nabiralar 8 ta. 8 ta. Ana. Demak, 77 damasiz amallab joy-joyga to'g'rilsa bo'ladi. iloyim. Xo'p, mana men qo'ng'iroq qildim. Bularning chiqishlari ma'lum bo'ldi. Keyin nima bo'ldi? Gapiring. Voy, bayram bo'ldi. Bayram bo'lib ketdimi? Hamma Hech kim ishonmaydi. Hamma nima bo'lib bayram bo'lib ketdi. Asakaga yopirilgan, hamma kelgan, har kuni mehmondorchilik, ha? Xudoga shukr, Xudo shunaqa xolisa. bo'ldi. Yaxshi insonmilar o'zi? Juda zo'r. Yaxshi insonlar. Bemor bo'lib ko'pchilik telefonlarga javob bera olmadik. Bizni uzrimizni eshitib qo'ysin, eshitayotganlar. Ko'pinchalik doktorda bo'lib qoldik, ukol oldik, ashuna bo'lib Tayyorgarlik ko'rdinglar-da, kelishga. tayyorgarlik ko'rdik, Endi kelishga. shuncha damas eshitgandan keyin odam mazasi qochadi. Mazasi qochar. Bular kimlar? Sizga ham rahmat. Bu o'g'lim ikkinchisi. O'g'lingiz. Yaxshi. Qarang, onam 77 ta damas tushib qolsa, nima qilasizlar shuncha boshda? O'zi Endi- Asakada turar ekansizlar-ku. Hammasi. Men Asakadan olib chiqib beraymi? Asakadan olib chiqib berasiz. Ko'plik qilmaydimi? Yo'q. Joyi bor-a? Joyi bor, joyi topiladi. Er xotin mo'ljal qildinglarmi, qilmadinglarmi, to'g'risi? Mo'ljal bor. Ha? Mo'ljal bor. To'xtanglar, qani bir eshitaylik mo'ljalni. Birinchisi kimga? O'g'illarga-da. Aha. Nevaralarga, o'g'illarga. Hop, 4 ta ketdi, 8 ta ketdi. Hop, yana Endi qarindosh urug'lar Ha, bor. Hammasiga o'sinlar ham bo'ladi. bormi? O'sinlar bor. nechta? O'sinlar. Bitta. Ha, mayli bitta berib olasiz. O'singa ham unaqa beriladi bitta. Ola qoling. Bo'lavering. Olib keta qoling. Kuyovlarga bo'ladi. Kuyovlar ham bor. Bor, 2
ikkita kuyov bor. Kelmadimi kuyovlar? Yo'q. Kuyovlar ataylab kelmagan, qo'rqqan. Botirxon gapiradi deb qo'rqqan. Mayli, onam nima bo'lsa ham bugun omad kuli boqibdi, duo qiling. Amin. Zo'r sovg'alar tushsa, endi bilmaymiz. Ilohim. Balkim 77 ni 3 ga bo'lib berishim mumkin. Ilohim. Agar ular rozi bo'lsa, 25 tadan ko'p demasam yomon emas. Bo'laveradi. 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 Bizga ham bitta bo'lardi. Bo'ladi, yetadi. To'g'rimi? Sizlarga ham bitta bo'larmidi? Nima? Tomoshabinlarga zambarini o'qib, ha? Tomoshabinlarga deydilar. Hayotda bo'lmagan gap. Qarang, 20 tadan o'sha avtomobil yutsangiz, tomoshabinlarga bitta bo'lsa ham beriladimi? Yo'q narsa, to'g'rimi? Tomoshabin nima qilib beryapti? Bir tuzukroq qarsak chalmasa bular. Mayli, borib, xudo xolisa niyat qilamiz, hozir zo'r taklif bo'ldi. Omad Show tel o'yinida balkim borib tomoshabinlar bilan birga o'yin o'tkazamiz va omadli tomoshabin chiqib qolsa, dabas beramiz. Shuning uchun yoppasiga kelaverasizlar. Har 2 hafta dushanba kuni manzilimiz Omad Show Instagram, Telegram kanallarida bor. Bizning administratorlarimiz bor, Baxtiyor va Abdulloh degan ukalarimizga murojaat qilib, bemalol lokatsiyalarni olib, yoppasiga bosa-bos Omad Showga hamma kelsin. Sizga omad tilaymiz, do'dam. Rahmat. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Yangam yaxshi inson ekanlar. Mana shu yaxshi inson bilan yashaganingiz uchun siz chiqdingiz. Bo'lmasa hozir boshqasiga uylanganingizda bitta bo'lmas edingiz. Sog' bo'ling. Kuzatib qo'yamiz. Davom etamiz. Omad Show tel o'yinida bugungi sonimizning navbatdagi ishtirokchimiz Qashqadaryodan, Muborakdan Nasibaxon Rizayeva. Marhamat. Assalomu alaykum. Qashqadaryo muborak. Assalom. Assalomu alaykum. Botirxon aka, yaxshimisiz? O'z haqingizda. Men Qashqadaryo viloyati Muborak tumani Abdulloh ibn Muborak Xo'ja Muborak qishlog'idanman. Yashang. Omad Show muxlisiman. Rizayeva. Rizayeva Nasibaman. Munisa Rizayeva kim bo'ladi sizga? Hech kimim bo'lmaydi. Ha? Familiyadosh. Familiyadosh. Yaxshi. 5 yildan beri jo'natasiz. 5 yildan beri Xo'p, jo'nataman. nima mahsulotlar jo'natardingiz? Jesko, Elsi, kofelardan, soklardan Qaysi payt jo'natardingiz? har kuni. Har kuni. Har kuni Soat nechida? kechga. Asosan Kechga. uyda o'tirib, duolar qilib, Shunday. qachon men chiqaman deb, ha? Telefon qilganingizda ham ishonganim yo'q. Rostdan. Shunday. Hozir ishondingizmi buni? Sahnaga kelib ishondim. Qarsayli. Kasbingiz nima, kasbingiz? Men Qashqadaryo viloyati Muborak tumanida yoshlik choyxonasida ishchi xodim bo'lib ishlayman. Muborakda yoshlik degan choyxona bor. Choyxonasida Borib qolsa o'sha yoqqa kiramiz. bemalol. Nima taomlar bor birinchisiga? Somsa bor, jiz bor, shashlik bor. Faqat Qashqadaryoda o'zi faqat go'shtli ovqat. Faqat go'shtli ovqat. Suyuq ovqat yo'q. Yo'q, suyuq ovqat. Tabriklaymiz. Olqishlaymiz. Keling. Random dasturini ishga tushiramiz. 5-may sanasidan 18-may sanasiga qadar yuborilgan SMSlar orasida hozir navbatdagi g'olibni birga aniqlaymiz. Keling. Mana shuni bosasiz. Bosing. Ana, yashang. Ko'ramiz kimga omad kuni boqdi. 99 kodi bilan 528 86 32 abonentiga omad kuni boqdi. Tabriklaymiz. Qaranglar qanaqa omadli insonlar bor mana. Kutilmaganda qo'ng'iroq qilamiz-da biz. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz? Kim kerak? Men telefon qilmadim. Kimsiz o'zisiz? Men Botirxonman, Omad Showdan. Assalomu alaykum. Keling tanishamiz. Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Qayerdan? Qoraqalpog'istondan. Qayerdan? Xo'jayli. Xo'p, ismingiz? Davudbay, familiya? Xo'jalatev. Xo'jalatipov. Ha. Telefon raqam kimniki?
O'zingniki. SMS kim jo'natgan? O'zim yo'natganman. Bo'ldi. O'yinda o'zingiz ishtirok etasiz. Mana bu qarsaklar sizga. Rahmat, rahmat. Bizni xodimlar sizga qo'ng'iroq qilishadi. Aha. Qachon kelishingizni aytishadi. Xo'p? Xo'p, rahmat. Mana qarsaklar bo'lsin. Rahmat, rahmat. Qoraqalpog'iston Respublikasidan o'yin ishtirokchisi aniqlandi. Chin dildan tabriklaymiz. Tanishtiring, kimlar keldi? Otam keldilar, 3 ta ammam kelganlar. Ana. O'g'lim kelgan, 3 ta amma. jiyanlarim. 3 ta amma bekorga kelmagan. Umidvorman deya tilka poraman dedi-yu. Assalomu alaykum. O'tiring. Qashqadaryo Muborak tumani Ibn Abdulloh Muborakdan bilamiz. Bu katta farzandim bu. Nechta farzand? 5 ta farzandim bor. Bir o'g'il, 4 qiz. Onaxon kelmadilarmi? Onaxon madalari olib kelolmadilar. Sog' bo'lsinlar. Yaxshimilar? Yaxshi. Bizdan ko'p salom ayting. Va salomat bo'ling. Mayli, balonga omad bersin. Nima nasib qilsa Alloh nasib aylasin. 77 boshlarni eshitib, 3 ta amma kelibdi. To'g'risini ayting, ularni siz o'zingiz taklif qildingizmi, o'zlari kelishdi? O'zlari kelgan. O'zi keladi. Qanaqa birov taklif qiladi? Qani ular? Mana shu yerga. Qarang, 77 ta mashina tushsa, ammalarga bitta beramizmi? Beramiz. Ha, bo'ladimi? Bitta rozimisizlar? Ha? Bular kimlar? Jiyan, sizga ham bittami? Yana kim bor? Kim u? O'g'li, naviram. Ammaga bitta berildi, bo'ladi shu. Unga ham bittami? Kim bor yana? Kim bo'la? Shopirga ham bitta. Xo'p, yana. Bo'ldimi? Kim o'g'li bu? Naviram bo'ladi. O'shani o'g'li demang. Qizimning balasi. Nasiba boy o'g'li dey. Ammo to'g'ri gaplashinglar. Ha. Bo'ldi, bularga ham, bularga o'z yana bormi? Yana kimga kerak? Sizgami? To'xtab turing. Kim bo'lasiz? Bular ham ammamilar. Bo'ldi, xo'p, 3 ta ammaga beramiz dedim-ku. Ammo ko'p kerak emas bu. Bo'ldimi, shu bilan ketasizlarmi? Endi bu yoqqa tushsa, faqat sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar tushadi. Sizlar ham ammalar bekor o'tirmanglar. Avtomobilni qo'lga kirish uchun ozgina harakat qilish kerak. Qarsak chalish kerak, baqir-chaqir qilish kerak. Singlimizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, 77 tushsa beradi. Bitta tushmas qatdan beradi. Tushundinglar? Nima deysiz? Nima? Ammam qani o'sha gap. Amma o'ynang. Xo'pmi? Yaxshi o'tiringlar, sog' bo'linglar. Qani bir qarsak chalib qo'yat. Jigarlaringizni qarang, o'tirib olib avtomobilni so'rashni bilishadi. Qarsak chalishni bilishmaydi. Ha? Juda ko'p yaqinlik kelishdi. Juda ham xursand bo'ldik. Sizga omad tilaymiz. Kuzatib qo'yamiz. Davom etamiz azizlar. Omad Show telefonida bugungi dasturimizdagi 3-ishtirokchimiz Buxorodan, G'ijduvondan Ziyoda Ibragimova. Marhamat. Assalomu alaykum. Butun O'zbekiston xalqiga, Buxoro oblasiga, bu hammalaringizni tabriklayman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima bilan tabriklaysiz bularni? Bularni Omashowga kelgani bilan. Ha, bularni shu yerda o'tirgani bilan tabriklaysiz. Bu safar bular uyingga keladi. Ha. Niyat qilib keldik. Ha, o'zingizni nima bilan tabriklaysiz? O'zim nima? Siz tabriklaysizda Omashow bilan. Xursandmisiz? Xursandman. Hop, necha yildan beri muxlissiz? Men 6 yil 3 oydan. Hop. Shu paytgacha rosa jo'natdingiz, chiqmadingiz? Chiqmavdim. Mana. Rost ekanmi? Rost. Oxirgi hafta nechta jo'natdingiz? Oxirgi hafta 4 kunga 450 ta tashladim. Ha? Juma, shanba, yakshanba, dushanba. Ashaddiy muxlis ekanlar. Ashaddiy muxlis bo'ladi-yu.
Ana magazinchi ham o'tiribdilar. Do'konchi ham kelganmi? Do'konchi ham o'chirib beraverdilar, men tashlaverdim. Do'konni sotyapsiz-da? Ha. Omad tilaymiz, keling. Rahmat. 5-may sanasidan 18-may sanasiga qadar yuborilgan SMSlar orasida navbatdagi g'olibni birga aniqlaymiz. Bosing. Marhamat. Yashang. Demak, navbatdagi omadli bo'lgan yurtdoshimizning telefon raqamlarini e'lon qilishga tayyorman. 94 kodi bilan 155 84 83. Alo. Allo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kim bu aka? Yaxshimisiz? Rahmat. Akangizmi, akangiz? Qaysi aka? Botirxon degan akangiz bormi? Omad shouda. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Botirxon degan akangiz bormi-la? Bor aka, bor. O'sha men bo'laman. Qayerdasiz? Men Namangan Norindanman, Botir aka. Namangan qayeri? Norindan. Namangan Norin. Ana omad kulib boqdi. Tanishamiz, o'zingizni tanishtiring. Mavlon Belmurod. Belmurod. Telefon raqam kimniki? Telefon raqam o'zimniki, Botir aka. SMS o'zingiz jo'natgansiz. O'zim jo'nat, hozir oxirgisini jo'natib qo'ydim. Dadam opamga duo qiling deb hazillashib o'tirdim. Ana omad kulib boqdi. Xudo xolasa kelasi dasturda sizni kutamiz, xo'p? Xudoga shukr aka, bu. Belmurod, mana bu qarsaklar sizga. Alo. Botir aka, rahmat. Belmurod, O aka. bizni xodimlar sizga bog'lanishadi. Qaysi manzilga qachon kelishingizni tushuntirishadi, xo'p? Ha, bo'ldi aka. Salomat bo'ling, rahmat. Aka, rahmat. Xo'p, aka. Xo'p. Namangan, Norin, tabriklaymiz. Xo'sh, Buxoroda nima gaplar? Kimlar keldi Buxorodan? Apalarim, ovsinjonlarim, kelinim, o'g'lim, magazinchilarim. Assalomu alaykum. Assalomu Siz alaykum. to'ylarda gapirasizlar-ku? Uyalishinglarni qaranglar. Gapiring, assalomu Yaxshimisiz, alaykum. yaxshi yuribsizmi? Rahmat. Sog'ligingiz yaxshimi? Singlim bo'ladi. Xudoga shukr, Ilohim omadginasini bersin. Sizlarga ham omad bersin. Hammalar sog' bo'linglar. Ana shunaqa odamlarni quvontirib, xursand qilib yuringlar. Ilohim farzandlaringiz rohatini ko'ringlar. Ilohim tinchlik bo'lsin yurtimizga, sog'lik Siz bo'lsin. ham o'ynamayapsizmi? Ha, O'chirapsizmi? O'chiraman. Chiqmadimi hali? Yo'q, endi nasib bo'lsa. Siz kimlarni opalarimi? Opasiman, katta opam bu kishi, Ha, men uchta. ikkinchi. Ana biz singlim uchinchi, 3 kishi biz kelganmiz. Nechta? 4 opa uka biz Yana ziyoda bilan. o'g'illarchi? 5 ta o'g'il edik. Bormi ular? 9 ta? Bittaginasi o'tgan 4 ta bor. 9 ta. Ha, 9 ta. Salom yo'lasam mayli? 9 ta Damas ketdi. Mayli. Kimga salom yo'laysiz? Shu g'ijdoniklarga salom. G'ijduvonda qayerga salom? G'ijdonda Hamid Olimjon kolxozdan biz. Qaysi kolxoz? Hamid Olimjon. Hamid Olimjon. Ibi hay bilaman-ku men. O'sha yerda. Hamid Olimjonga trekker olib Borgan borganman. trekker etgan Ulug'bek degan bachaga. Ulug'bek. Qassob Ulug'bek. Trekker yutuvdi. Ha, keyin rossiyaliklar ko'radi. Rossiyaliklardan salom, Badr akamdan, Kamul ukalarimga, Muhammad o'g'lim bor. Ular salom aytdi. Javobgarliklardan hamma salom aytdi sizlarga. Siz hamma salomini yig'ib kelibsiz. Hayır, nima qancha salom olsangiz shuncha sog' bo'lasiz. Bular bilan gaplashishni mayli. Mayli. Berasiz mikrofon mobodo. Ibi hay, nima deysiz? Ayting. Men sizga aytib turaman nima deyishni. O'zbekistonda. O'zbekistonda Eng zo'r. eng zo'r boshlovchi Botirxon Imomxo'jayev. Yana gapiring. Men mana shunaqa gaplarni yoqyapti. Yana gapiring. Nima degingiz kelyapti? Nima degim kelyapti? Doimo sog' salomat bo'linglar. Ha. Muxlislarni doimo quvontirib, o'ynab, kulib yuringlar, sizlar ham, ular ham. Salom yo'llayman biror kishiga. O'zi Buxoro faqat salom yo'llaydi. Mana shu to'yga borsanglar, G'ijduvonga tabriklamagan odam, shu elektrik ham tabriklaydi, Mo'g'orachi ham tabriklaydi. Ukamga omad tilayman. Ha. Ziyoda Ibragimovaga omad.
tilayman. Kim? Ziyoda Kim u? Ibragimova mana appa. Aa, bularga. Ha, omad tilayman. Yaxshi. Buxoroga yaqinda borsam, G'ijduvonda sho'rdanak yo'q. Mana sho'rdanak. Sho'rdani olib kelibsizlar, rahmat. E'tibor uchun. Baraka topinglar. Mana bu yerda Qashqadaryodan tandirlar olib kelishibdi, vodiyning patirlari. Hammalarga rahmat, e'tibor uchun. Aytmoqchi bo'lganim, har bitta vodiy bo'ladimi, voha bo'ladimi, bormagan joyim qolmaganda, opa. Hamma yo'ni o'zini gashti bor. O'zini noz-ne'matlari bor. Bugun endi 20 tadan ko'p mashina chiqib qolsa, sizlarga bitta-bitta Yo'q, o'ziga nasib qilsin. bor gapni ayting. Yo'q, haqiqatni aytaman. Nima qilasiz shuncha mashinani? Mayli o'ziga. Opa singillarga 4 tamisizlar? 4 ta biza. Bu beradilar o'zlari bilib. Mayli. Omad. Ixtiyor o'ziga, omadini bersin. Ha. Sog'ligini. Sizlar sog' salomat ko'rsanglar bo'ldi. 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 Duo qilinglar. Bugun endi ko'ramiz. Barabanda 77 damas, balkim 3 ga bo'larmiz. Bilmayman. Hozir gaplashib ko'raman. Agar rozi bo'lsa bo'linadi. Endi bilmaymiz kimga chiqadi. Buxoroga chiqadimi, Qashqadaryoga boramizmi, yo Andijonga boramizmi? Hech kim bilmaydi. Hammaga omad, faqat sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Yaqinlaringiz bilan tanishdik. Rahmat. Jigarlar bilan tanishdik. Rahmat. Hammalari chiroyli niyatli bildirishdi. Hammani nomidan yana bir bor sizni va sizlarni tabriklaymiz. Sal kulib turinglar, voy. Sizlar qahramonsizlar, sizlar boysizlar, sizlar avtomobil sohibisizlar. Hozir yo'q joydan ham bitta damas turibdi. Na? Qarsanglar. Rahmat. Kuzatmaymiz. Marhamat. Omad Show tele o'yini Meni yurtim telekanalida 330-ko'rsatuv azizlar. 3 nafar yurtdoshimiz bilan yaqindan tanishib oldik. Ularga birga omad tiladik. Ana endi barabandagi yutuqlar haqida ma'lumot e'lon qilsak bo'ladi. Diqqatimizni barabanga qaratamiz. Barabanda 39 ta yo'lagida hammasida Damas avtomobillari. Bitta yo'lagimizda 77 ta Damas. Ishtirokchilarimizda bittadan imkoniyat bor barabanda aylantirish uchun. Hurmatli ishtirokchilar, xohlasanglar 77 ta Damas qoladi. Xohlasanglar taklif avtomobil yutish uchun imkoniyat. Mana shu 77 ta Damasni 3 yo'lakka bo'lib beraman. Agar rozi bo'lsanglar, agar yo'q desanglar qoladi. Men roziman. Birinchi ishtirokchi, Roziman. ikkinchi ishtirokchi. Rozi. Hamma rozi. Rozi. Demak, barabanda o'zgarish. Marhamat. Yetmiş yettita Damas yo'lagini mana 3 ga bo'ldik. 2 ta 26 tadan va bitta 25 ta Damas avtomobili yo'laklari. Yutish imkoniyati bor, hayajon bor, imkoniyat bitta-bittadan. Barabanda aylantirasizlar va ko'ramiz. Omad kulib boqsa, yo 25 ta, yo 26 ta Damas olib ketishingiz mumkin. Omad tilaymiz. Hamma tayyormi? Yo. Bunaqa qarsanglar bo'lmaydi. Bu baqir, chaqir, qiyshuv bo'lmasa bo'lmaydi. Bu omad show o'rtoqlar. Omad showda mana kelgan ishtirokchilarni qo'llab-quvvatlab turamiz. Hamma tayyormi? Birinchi bo'lib Andijondan tashrif buyurgan ishtirokchimiz To'lqin aka Latifov barabarni chirpiray qilib aylantirasiz. Qattim, bor kuchingiz bilan. Ana. Keling. Nasibaxon Rizayeva, Qashqadaryo muborak. Ko'ramiz. Siz qaramang. Qo'llab-quvvatlab turamiz o'rtoqlar. Qashqadaryo muborak. Nechta Damas? Qani ko'ramiz. Baraban aylanyapti. Barchani nigohi barabanda. Qo'llab-quvvatlab qarsanglar eshitilmayapti. Qani ko'ramiz nima tushadi. Yaqinlashyapti. Voy nahotki. Voydod! Dajon 25 ta. Voy yomon bo'ldi, bildinglarmi? O'tib ketib qoldi-ya. Ko'rsatuv boshqarmasi LC'dan baribir Damas! Qani, kelinglar.
Rahmat hammalarga, baraka topinglar. Qarang, mana ammalarmidi, xolalarmidi? Ammalar. Ammalar yig'lab o'ynashdi, bilasizmi nima? Tushmaganiga. Ko'rsatuv bosh komissiyasi LC'dan Damas avtomobili qo'lga kiritdilar. Sahnaga Zuhraxonni taklif qilamiz. Marhamat. Keling Zuhraxon. Nasibaxonga omad shou selonidan navbatdagi Damas muborak bo'lsin. Topshiring. Omad. Nasibaxon yaqinligi salomlar, niyatlar, tabriklar. Butun Qashqadaryoga. Qashqadaryo muborak xalqiga salom yo'llayman. Meni qo'llab-quvvatlab turib duolar qilgan hoji bolaga, hoji onalarga, uyda meni duo qilib turgan onajonimga salom yo'llayman. O'ynanglar, yutinglar, haqiqat ekan. Kim haydaydi endi buni? Kim haydaydi? Nasib bo'lsa katta farzandim. Yashang. Omad shou seloni hisobidan 1686 avtomobil Qashqadaryo muborak. Va undan tashqari yana sovg'alarimiz bor. LC'dan, Jesco'dan, hammasi sizga. Yordam beraverasiz, Zuhraxon. Kuzatib qo'yamiz. Barabanni aylantirasiz. Ko'ramiz Buxoroga nima chiqadi. Mayli. Qatdim. Ana. Sog' Omad bo'ling. tilayman. Sog' bo'ling. Nasibaxon, xayr. Mayli, sog' Rahmat. bo'linglar. Buxoro. Keling. Ziyoda Ibragimova, Buxoro, G'ijduvon. Qani ovozini eshitilmayapti. Qaramang. Mana ha. Bu yoqqa qarang. Ha, qani. Ko'zlaringizni yumib oling. Yaqinlashyapti Buxoro. Mana! Saqla. Voy! O'tib ketdik. O'tib ketdik-ku. Mayli, yomon emas. Jesco'dan yana Damas. Rahmat hammalarga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Buxorodan, G'ijduvondan Ziyodaxonga navbatdagi Damas avtomobili muborak bo'lsin. Ko'rsatuv bosh komissiyasi Jesco savdo belgisidan navbatdagi avtomobilni o'z egasiga topshiramiz. Xursandmisiz? Xursandman. Ha? Hatto opa-singillar ham kelishuvdi, yaxshi umidlar qilishdi. Omad. Yomon emas natija. Baribir Damas. Omad shuni hech kim yutkazmaydi. Ana ko'taring. Qani, gapiring endi, nima demoqchisiz? Men butun O'zbekiston xalqiga hammalariga omad tilayman. Ana Buxoro oblast, G'ijduvon tumani, Vobkent tumani, Kogon tumani, hamma tumanlarga alangali salom aytaman. Hammalari o'ynanglar, yutinglar, haqiqiy o'yin ekan. Mana ko'pchilik so'raydi sizda, qaysi kun tashlagan yaxshi esingiz? Men juma, shanba, yakshanba, dushanba tashladim. 450 ta tashladim, chiqdim. Farqi yo'q. Farqi yo'q uni. U kunduznimi, kechqurunmi? Yo'q, farqi yo'q. Farqi yo'q o'rtoqlar. Omad, hammaga omad tilayman. 1687 avtomobil Buxoro, G'ijduvon. Muborak bo'lsin. Rahmat. Tabriklaymiz. Rahmat. Mana LC Jesco'dan sovg'alar sizga. Rahmat. Zuhraxon yordam berasa, Ziyodaxon barabanni aylantirasiz. Bor kuchingiz bilan. Qani qattiq aylantiramiz.
Ziyodaxon sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. Qani keling. To'lqinjon Latipov, Andijon, Asaka. Bitta o'zlar qolib ketdilar. Oxirgi ishtirokchi. Baraban aylanyapti. Barabanda 27 ta Damas bor, 25 ta Damas bor, 26 ta Damas bor. Qarsiylar, qo'llab-quvvatlab turamiz. Qani ko'ramiz nima tushadi. Qo'sh, To'lqin aka yaxshi. Yaxshi. Nahotki biz Andijonga boramiz o'rtoqlar. Yaqinlashyapti. Voy, azgina yetib qoldi-ya. Yomon emas natija. Baribir Jeskodan Damas. Rahmat, sog' bo'linglar. Zuhraxonni taklif qilamiz. Zuhraxon, keling. Jesko savdo belgisidan ana omad shu senoni hech kim yutqizmaydi. 25-26 chiqmadimi? Bitta Damas naqd. Hali endi yana safarga ham jo'natib chiqib qolsak Bemalol, bemalol. u chiqqan deb Yo'q, bizda chiqqanlar chiqaveradi. Hop, nimalar degingiz kelyapti? Qani Andijonga, Asakaga, do'stlaringizga, yaqinlaringizga, jigarlarga, butun vodiy xalqiga. O'zbekiston bo'yicha ko'p odamlar menga telefon qilib qo'ng'iroq qildi. Hali kamida 1000 taga yaqin qo'ng'iroqlar bo'ldi. Hammasi Nima deydi shu qo'ng'iroq yerlar? Nima deyapti? Qo'llab-quvvatlab, ko'pgina boshlarini yutib keling. Bo'pti, salomlarni aytib qo'yaman dedim. Hammasi xushonaman, hammasi tabriklab. Hammasi sizni taniydiganligi salom. Bo'ldi. Hammalaringga salom. O'ylanglar, albatta keyingi ishtirokchi siz bo'lasiz. Hop. 1688 Andijon Asaka. Muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Qarang mana yana nabiraligi sovg'alar. Elsidan Jeskodan. Sog' bo'ling. Bo'pti, rahmat. Xayrlashmay? Yaxshilikni ko'rishaylik, do'dam. Yana yaxshi kunlarda Sog' bo'ling, rahmat. Xizmat qilamiz. Sog' bo'ling. Ishlayapsiz. Mana shunaqa gaplar o'rtoqlar, o'zingizlar ko'rdinglar. 3 ta ishtirokchi, hech qanday tanish bilishchilik yo'q. Hammalarida bittadan imkoniyat bor edi va bittadan Damas nasib etdi. Tabriklaymiz. O'rtoqlar, omad show televining keyingi sonida Damaslar soni yana ko'payadi. Bugun 77 tamidi. Keyingi dasturimizda barabanda 87 ta avtomobil. Omad show televining keyingi sonida 19-may sanasidan 1-iyun sanasiga qadar yuborilgan SMS'lar orasida g'olib aniqlanadi. Shuning uchun ulguramiz, bosa-bos SMS'larni jo'natamiz. Hammaga omad yor bo'lsin. Bugun dasturimizni kuzatgan hammaga kattakon rahmat, tashrif buyurgan mehmonlarimizga ham rahmat. Xullas, o'rtoqlar, kayfiyatni ko'tarishda davom etamiz. Oldinda avtomobillar topshirish marosimi, ukalarimiz birlari Qashqadaryoga va Buxoroga borishadi. Yana bitta ukamiz Vodiyga Damas topshirish marosimi. Avtomobillar topshirish marosimini o'tkazib yubormang. Men esa sizlar bilan keyingi ko'rsatuvga qadar xayrlashaman. O'sha gap
tinchlik xotirjamlikda, bag'ri butunlikda, Meni yurtim telekanalida sog'lik salomatlikda yana yorug' yuz bilan ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Rahmat.